Bugun aksiyamizning eng oxirgi kuni. 300 dan ziyod, men adashmasam, odam kelib ketdi. Hammaga qilib berishga uspet qila olmayapmiz. Umumiy jarayon haqida bitta qisqacha. 100 ga yaqin shartnoma qilishga muvaffaq bo'ldik. Xudo xolasa bugun tugaydi. 100 dan oshadi katta ehtimol bilan. Shunaqa o'zlarini mana bu xonadon xarid qilganlarga maishiy texnikalarni ham sovg'a tariqasida berdik. Bugunning o'zida Tojikistondan kelgan klientlarimiz bo'ldi. Hozir jo'natib yubordik. Moskvadan to'g'ri uchib kelgan klientimiz bo'ldi. Ikkita shartnoma qilib berdik. Aksiya tugagandan keyin narxlarimizda ham o'zgarish kutilmoqda. Undan tashqari sovg'a tariqasida beriladigan maishiy texnikalarimiz ham o'sha berilmaydi keyin aksiyadan keyin. Shu tomonni hisobga olgan holatda ulgurmaganlar bo'lsa, bugun sotuv ofisimizga tashrif buyuring. Oydin dehqon bozor ro'parasi Baraka Brand ko'chasida joylashgan Leader House Oydin Tower deb yozilgan. Shu yerda sizlarni o'zimiz Jamshid aka ham shaxsan shu yerda bo'ladilar, kutib olib, hamma qiziqtirgan savollarga javob berib, shartnomalarni rasmiylashtirib beramiz. Boshlang'ich to'lovsiz olmoqchi bo'lganlar, birinchi oylik to'lovini olib kelib to'lashlari kerak bo'ladi. Boshlang'ich to'lovi bilan oladiganlar, boshlang'ich to'lovi bilan kelib, boshlang'ich to'lovini bankka to'lab, keyin shartnoma o'zini kuchida qoladi. Sizlarni sotuv ofisimizda kutib qolamiz. Nima deysiz aka, oxirgi so'z. Ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.